Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana VSL tomirlarini ekyapmiz. Mana o'rtoqlar, hashi sizlarga bir necha kun oldin video olgan edik. Mana shu oq qopda edi. Mana shu tomirlari mana o'rtoqlar. Buni ustiga suv quyib turdik. Mana VSL tomirlari mana o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar? Mana bu yog'i ham kesilgan, bu yog'i ham kesilgan. Bir gilos boqqa VSL payvand taylik ko'chat ekuvdik. Shuni tomirlarini kesib ekkanlik juda katta edi. Shunga mashina hozir mana shu agatga ekib, hozir kartoshkaga o'xshab ko'mib chiqamiz. Mana bitta qator qilib mana o'rtoqlar, hammasi mana ildiz chiqaryapti. Xudo xolasa buni mana ko'mib qo'ysak, mashin bilan mana xudo xolasa chiqadi. Mashinlardan yerdan unib chiqsa kerak xudo xolasa. Avvalo bu tavakkal. Sababini qilamiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. Mana ko'ringlar, hammasi unyapti mana o'rtoqlar, qaranglar mana. Mana уже unib chiqyapti bu. Mana hammasi unib chiqyapti mana. Tomir o'tyapti. Bu ildizlarni kesib tashlagan edik. Men qopga solib kelgandim mana o'rtoqlar. Hammasi o'syapti, qaranglar mana. Zo'r holatda. Mana ideal turibdi, ko'rdinglar? Mana hozir mashlar eksak, xudo xolasa yerda uy yorib chiqsa ko'chat bo'lib qoladi. Hammasi ko'karib chiqyapti. Mana ildizlar o'rtoqlar. Shularda hozir ko'mib chiqamiz mana shu yerga. Shunday qator qilib tashlaymiz mana shu agatga. Mana ochib qo'yganmiz. Qator qilib tashab turib ko'mib qo'yamiz, xudo xolasa. Chiqqani chiqadi, chiqmagani shunday qolib chirib ketaveradi. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Savol va takliflar bo'lsa kommentariyaga yozaverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana shu holatda VSLlarni tomirlarini tashab, mana endi shunaqa qilib ko'mib endi mana shu to'pol bilan. Shunday qilib mana shu yerga. Keyin mashinlardan urib chiqsa kerak. Shu holatda mana ko'miladi. Bu tajriba, bu yangi tajriba. U yog'i endi Allohdan sababini qilamiz. Xudo xolasa chiqsa kerak degan umiddamiz. Bir oy, 1,5 oydan keyin rezultatini ko'ramiz. Mana shu holatda mana tashab chiqyapmiz mana. Ayrimlari mana nishlab qo'yganda. Mana shu holda mana. Mashinlardan chiqsa kerak deb turibman mana. Ko'pchilik nishlagan. Bu namga tushdi hozir. Mana nishlab yotibdi. Chiqib ketsa kerak. Ko'ramiz endi xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar. Kuzatishda davom etamiz.